Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Kanalim kuzatuvchilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan go'shtli manta tayyorlaymiz. Bismillah deb ishni uni elab xamirda qorishdan boshlaymiz. Xamirimizni qancha tindirib dam olsa, shuncha chiroyli chiqadi. Men xamirni qattiqroq qorishga harakat qildim, chunki shunda mantalarimiz juda chiroyli chiqadi. Men sut bilan qoraman xamirni. Uni tindirishga olib qo'yaman. Oldindan qorib go'shtlarni yuvib tayyorlab olganman. Endi uni kesib olaman, mayda bo'laklarga bo'lib, kichkina qilib to'g'rashga harakat qilaman. Shunda mantalar go'shtlari ezilib yaxshi chiroyli chiqadi. Yaxshi pishadi go'shtlari ham, piyozlari ham. Maydalab oldim go'shtni. Endi yog'idan foydalanaman, chunki ovqatimizga yaxshi ta'm beradi. Shirin chiqadi mantamiz shunda. Piyozni orqa tarafini olayman, chunki kesganimda qo'limdan chiqib ketmasligi uchun orqa tarafini oxirida olib tashlayman. Mana piyozlarni ham mayda bo'laklarga mayin qilib to'g'raymiz. Shunda piyozimiz ezilib pishadi. Mana tayyorlab oldim go'shtni. Piyozlarni ham kesib oldim. Barcha mahsulotlarni to'g'rab olgandan keyin ziravor, tuz, hamma xohishingizga qarab nima solsangiz bo'ladi. Men tuz va ziravorlardan foydalandim. Ziradan foydalandim. Tayyor bo'lgan go'shtimizni xamirni yoyib tayyorlab olganman. Endi uni buqamiz, go'shtlarni solib. Xamir ovqatlar tayyorlashni qaynona oyijonimdan o'rganganman. U kishi menga ko'p narsalarni o'rgatganlar. Rahmat aytaman. Oyijonim juda yaxshi qaynonalar. Inshaalloh Xudo nasib qilsa, men ham qaynonamga o'xshagan yaxshi qaynona bo'lishga harakat qilaman. Mantalarni buqib olamiz. Xamirimiz qattiq bo'lgani uchun buqishda ozgina qiynaldim. Lekin mantamiz, xamirli ovqatlarimiz qattiq chiroyli chiqadi. Xamirni qattiq qorganimizda. Hozir musofirda bo'lganimiz uchun faqat bo'sh kun va qatnoy kunlarimda shunaqa xamirli ovqatlar tayyorlab beraman. Turmush o'rtog'imga. U kishi juda ham yaxshi ko'radilar bu ovqatlarni. Menga ko'p narsalarni qaynona oyijonim o'rgatganlar. Ilohim doim sog' omon bo'lsinlar. Hozir ham farzandlarimga qaynona oyijonim qarab turibdilar. Qaynotam bilan umrlari uzoq bo'lsin doim. Mana mantamiz ko'p tayyorlab antiqasiga terib olamiz. Uni qaynatishga 40 daqiqa davomida qo'yib, tayyor bo'lgan pishgan 40 daqiqadan keyin olib tarelkalarga solib oldim. Barchangizga yoqimli ishtaha.